Southwest S09 modelimiz haqida qisqacha ma'lumot berishimiz shart. Tashqi ko'rinish 2025-2026-yil top dizayniga tegishli va qulayliklariga kelsak, ya'ni bu dvigatelimiz economizer hisoblanadi va yana bir qulayligi shundaki, dvigatelimizning o'zida o'zini sovutish tizimi mavjud ventilyatsiyadan tashqari. Southwest S09 Premium Plus komplektatsiyamizni shinalari Michelin'da zavodskoy keladi. Mashinamizni salon qismidagi qulayliklari bilan bir boshdan tanishsak, eng asosiy qulayligi shundaki, oldi passajir hamda voditelь o'rindiqlarimizda elektropaket tizimi mavjud. Bagaj qismi elektronniy. S09 Premium Plus modelimizning sotuvdagi tannarxi belgilangan tartibda. Assalomu alaykum hurmatli Sultanov Motors hamda Southwest Qarshi kanali obunachilari. Barchangizni Southwest Qarshi rasmiy avtosaloni kanalida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xo'p, bugungi video obzorimizda Southwest S09 Premium Plus komplektatsiyasi. Video obzorini boshlashdan oldin aynan Southwest S09 modelimiz haqida qisqacha ma'lumot berishimiz shart. Aynan Southwest S09 modelimizning barcha komplektatsiyasi 7 kishilik premium klassdagi oilaviy crossover hisoblanadi. Southwest S09 modelimizni ham tashqi ko'rinishiga alohida e'tibor berishimiz shart. Va aynan bu tashqi ko'rinish 2025-2026-yil top dizayniga tegishli va qulayliklariga kelsak, 540 gradus kamera, polniy diapazon, noodatiy yulduzsimon 3D reshotka bilan jihozlangan va proyeksionli linzaviy optik faralar mavjud, oldi orqa parktroniklari mavjud va aynan o'ziga jalb qilayotgan tomoni Li7, Li9 modellaridagidek monoqosh, ya'ni monoled chiroqlari bilan jihozlangan. Modelimizni dvigatel qismi bilan tanishtirsak. Aynan Southwest S09 Premium Plus modelimizning dvigateli 2 litr ob'yom turbo GDI hisoblanadi. 4 silindrdan iborat va eng asosiysi dvigatelimiz sepda, ya'ni tasmada emas, zanjirli hisoblanadi. Va undan tashqari dvigatelimizning umumiy hisobdagi o't kuchi 254 tani tashkil etadi. Городской siklda, ya'ni yuziga 7-8 litr o'rtacha rasxod, dalnida 5 litrdan 5,5 litrgacha stabilni rasxodi bor. Va undan tashqari dvigatelimiz Germaniya mahsuloti, Euro 6 standartdan to'liq o'tgan, modifikatsiyadan o'tgan. Ya'ni bu dvigatelimiz economizer hisoblanadi va yana bir qulayligi shundaki, dvigatelimizning o'zida o'zini sovutish tizimi mavjud ventilyatsiyadan tashqari. Endi avtomashinamizni diska baloni bilan tanishsak ham bo'ladi. Aynan Southwest S09 Premium Plus modelimizni diska balon diagonali 255 ga 45R20, ya'ni 20 diagonalda hisoblanadi va undan tashqari 4 tala kolyosda ham oporniy disk mavjud va tormoznoy sistemalari usilini hisoblanadi. Aynan diska quymasi juda ham sifatli quymadan ishlangan, ya'ni umumiy hisobda protiva udarni hisoblanadi. Yo'lda to'satdan chuqurroq yamada podacha berganda ham treshina hamda vasmyorka bermaydi va undan tashqari aynan Southwest S09 Premium Plus komplektatsiyamizni shinalari Michelin'da zavodskoy keladi. Avtomashinamizning kuzov qismidagi yana bir qulayligi haqida ma'lumot berib o'tsam. Aynan bu qulaylik bokovinka yon oynalarida hisoblanadi. E'tibor berishimiz shart. 540 gradus kamera mavjud, slipoy zona mavjud va undan tashqari eng asosiysi desak ham maqsadga yaqinroq, ya'ni abagrev paket ham mavjud. Aynan bu abagrev tizimi bokovinka oynalari bilan cheklanmagan holatda oldi lobovoy, orqa bagaj oynalarida ham mavjud va bu nimaga kerak? Avtomashina qishni kunida tashqariga turgan holatida, muzlagan holatda tursa, mashinani yoqqaningizdan keyin avtomatik tarzda 30 sekundda muzni eritib yuboradi va yana eng asosiy e'tibor berishimiz shart bo'lgan narsa 390 GDI, ya'ni krutashi momenti 390 hisoblanadi. Dvigatelimiz GDI, o'zi FVD bo'lib turgan holatda AVD funksiyalarini ham bemalol bajarib bera oladi. Ya'ni umumiy hisobda xohlagan yo'lingizga olib kirib, xohlagan yo'lingizdan olib chiqazadi va undan tashqari avtomashinamizda beskulchoy dostuplari mavjud va bu nimaga kerak? Avtomashinadan 8 metr uzoqlashganingizda avtomatik tarzda o'zi qulflanadi va avtomashinaga yaqinlashganingizdan so'ng mashina avtomatik tarzda sizni sezib ochiladi. Mana endi avtomashinamizni salon qismi bilan tanishsak. Salon qismi juda ham keng hamda shinam bo'lishiga eng asosiy sabab bu avtomashinamizning ichki salon qismidagi kojasi 75-80% ni tashkil etadi. O'rindiqlarimizdagi koja bu Napa koja, to'liq perforatsiya tizimi bilan jihozlangan va Napa koja Alcantara kombinirованный hisoblanadi.
Aynan 75-80% qo'shani hisobidan avtomashinamizda zavodskoy 50% shuma izolyatsiyasi ham mavjud. Avtomashinamizning salon qismidagi qulayliklari bilan bir boshdan tanishsak, eng asosiy qulayligi shundaki, oldi passajir hamda voditelь o'rindiqlarimizda elektropaket tizimi mavjud. 4x6 bosqichda ishlaydi va undan tashqari abagrev tizimi passajir hamda voditelь o'rindiqlarida ham mavjud. Bunga misol, marhamat ko'rishingiz mumkin, abagrev hamda abduf, ya'ni ham isitadi, ham sovutadi. Passajir tomonniki, bu esa haydovchi tomonniki. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ana endi rul qismidagi qulayliklariga ham kelsak. Aynan Southwest S09 modelimizni rul qismi bu elektrousilinney hisoblanadi, ya'ni oddiy gidrolika yoki da elektronika emas, bir barmoqda ham boshqarsa bo'ladi. Qulayliklariga kelsak, cruise control, adaptiv cruise control funksiyalari mavjud va eng asosiysi aynan rulni o'zida ikki rejim mavjud, ya'ni komfort hamda sport. Rulimizning o'zida abagrev tizimi mavjud va yana bir qulayligi shundaki, multimedia qismidagi ovozli tizim. Открой люк. Marhamat. Aynan bu tizim harakat davomida chalg'imagan holatda salondagi barcha funksiyalarni bajarishga sizga yordam bera oladi. Xo'p, bunga misol hozirda konditsioner bizda yoniq. Отключи кондиционер. Marhamat. Включи кондиционер. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Ya'ni umumiy hisobda barcha qulayliklarni bajarsa yoki da boshqarsa bo'ladi. Aynan Southwest S09 modelimiz 2 monitordan iborat. Asosiy monitori bu speedometer sifrovoy monitori hisoblanadi va lidar tizimi ham mavjud va 16 dyumdagi katta planshet monitor. Aynan bu monitorimiz bir boshqarish tizimi emas va undan tashqari 1020 Full HD kачествоda YouTube klip, kino ko'rishingiz ham mumkin. Va aynan climate control bu modelimizda 2 zonali hisoblanadi va eng asosiysi aynan Southwest S09 modelimizni iqlim nazorati tizimida even, ya'ni filtrlash tizimi mavjud. Misol uchun ko'rishimiz mumkin. Marhamat. Ishga tushdi. Bu nima degani? Tashqaridan ifloslangan havoni salonning ichiga filtrlab kirgizadi va salonni o'zida, misol uchun havo ifloslansa, sigaret chekishimiz bor yoki da yo'l davomida ovqatlanishimiz bor. Shuni inobatga olgan holatda sirkulyatsiya tizimi sizga salondagi havoni tozalab, toza havo oqimi bilan ta'minlaydi. Va yana bir qulayligi shundaki, deflektorlarimiz juda ham stabilniy abdufga ega, ya'ni sovutishi juda ham stabilniy va bespроводной zaryadniklarimiz bor. Быстрый zaryadka hisoblanadi, 50 watt. Bir vaqtning o'zida siz bir emas, ikki telefonni to'liq quvvatdan chiqarishingiz mumkin va undan tashqari qulaylik sifatida ventilyatsiya tizimi bilan jihozlangan, ya'ni telefon qizib ketsa, ventilyatsiya tizimi ishga tushadi. Va korobka uzatmasi 7 pog'onali robotizirованный hisoblanadi. Avto hold, elektronli ruchnik tizimlari mavjud va richakka ham alohida e'tibor berishimiz shart. Aynan bu richak xrustal hisoblanadi. Qo'l mehnati, starokda, apparatda ishlanmagan 8 bosqichdan o'tgan qo'l mehnati hisoblanadi. Bar qismiga kelsak, bar qismi ikki tomonlama, marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bar qismida bir vaqtning o'zida isitish hamda sovutish tizimi ham mavjud. Va eslatib o'tishimiz shart, aynan Southwest S09 modellarimizni barcha komplektatsiyasida 1,5 kvadrat kattalikka ega xalqimiz sevgan panoramli lyuk ham mavjud. Avtomashinamiz 3 rejimda harakatlanadi. Eko, normal, sport. Bemalol siz xohlagan rejimda harakatlansangiz bo'ladi. Va qo'shimcha qulayliklari kelsak, avtomashinamiz to'liq rusifikatsiyadan o'tgan, ya'ni rus tilida barcha funksiyalari, barmoq ishlashi juda ham chaqqon, ko'rishingiz mumkin. Ya'ni garaj palis juda ham tez ishlaydi. Xo'p, ana endi avtomashinamizda Apple CarPlay, Android Auto tizimi mavjud. Ya'ni siz qo'l telefoningizni multimediaga ulab, bemalol qo'l telefonni multimedia orqali boshqarsangiz ham bo'ladi. Xo'p, ana endi avtomashinamizni orqa salon qismi bilan ham tanishsak bo'ladi. Avtomashinamizni orqa salon qismi juda ham keng hisoblanadi va ko'rishingiz mumkin. Eng asosiysi pastda to'siq, ya'ni bordyur umuman yo'q. Ya'ni siz bu eshikdan narigi eshikka to'siqsiz joylasha olasiz. Qo'shimcha qulayliklarga kelsak,
bar qismida, ya'ni barni orqa qismida deflektorlar mavjud, USB portlari mavjud, ya'ni USB hamda Type-C va undan tashqari abagrev tizimidagi knopkalari ham mavjud. Va undan tashqari avtomashinamizda salon podsvetkalari bor va eng asosiy fishkasi shundaki, avtomashinamizni akustika stereo kolonkalari Sony kompaniyasiga tegishli va salon bo'ylab 8 ta Sony kolonkasi mavjud. Xavfsizlik qismi haqida ham qisqacha ma'lumot berishimiz shart. Aynan Southwest S09 modelimizni xavfsizlik qismi, ya'ni xavfsizlik yostiqchasi 8 tadan iborat. Xo'p, ana endi orqa o'rindiqlarimizda ham perforatsiya tizimi mavjud. Perforatsiya tizimi nima degani? Yozda kunida harakat davomida bu belni terlatmaydi, sabab ventilyatsiya tizimi mavjud, ya'ni havoni sirkulyatsiya qilib turadi. Yana bir qulayligi, podlokotniklari bor, podstakanliklari ham bor. Orqa qismidagi dizayni juda ham ideal tarzda ishlangan. Monolight chiroqlariga ham alohida e'tibor berishimiz shart. Juda ham chiroyli, naqshinkor tarzda ishlangan va undan tashqari biron dona ham lampochka ishlatilinmagan. 6 yil kafolatiga ega. Xo'p. Orqa qismida ham parktroniklar mavjud. Aynan bu parktronik parkovka uchun emas, ya'ni harakat davomida DTP ehtimoli bo'lsa, sizni ovozli tarzda xabardor qilib, hushyorlikka chaqiradi. Выхлопной sistemalariga ham e'tibor berishimiz shart. Выхлопной sistema ikkita, ya'ni har ikkalasi ham ishlaydi, обманка emas. Ходовой части, marhamat, tanishsak bo'ladi. İtalyanskiy независимый Macpherson, ya'ni har biri mustaqil ravishda harakatlanadi. Bagaj qismi elektronli. Boya videoni boshida aytganimizda, aynan Southwest S09 modellarimiz 7 kishilik oilaviy crossover hisoblanadi. Ko'rishimiz mumkin. 6-7 o'rindiqlari tikka turgan holatda umumiy hisobdagi bagaj hajmi 100 litrni tashkil etadi. Zarurat bo'lganda ishlatilinadi. Ko'pincha bagaj sifatida misol uchun ishlatilinsa, shunda bagaj hajmi 500 litrni tashkil etadi. Yozda kunida tog'ga chiqishimiz bor. Oila a'zolarimiz bilan, og'aynilarimiz bilan, misol uchun bir qulayligi shundaki, har ikkala orqa o'rindiqlarini yotqizilgan holatda umumiy hisobdagi bagaj hajmi 1680 litrni tashkil etadi. Ya'ni yo'lda charchadingiz, misol uchun chetroqqa soyada saqlab, dam olib yana yo'lda davom etsangiz bo'ladi. Misol uchun tog'ga chiqdingiz, palatka shart emas, bemalol 2 kishi mashinaning ichida yotib dam olsa bo'ladi. Marhamat qiling. 1680 litr mashinamizda холодильник bor, monitor kinoteatri bor, panoramli lyuk bor, stereo bor, Sony kompaniyasiga tegishli, eng asosiysi bir xonali uy degan. Bagajimizda disk rejimlari mavjud va aynan bu bagaj bilan cheklanmagan holatda 4 to'la oynasida hamda panoramasida ham mavjud. Avtomashinamizning yana bir qulayligi shundaki, uydan chiqmagan holatda mashinani yoqib qizdirsa bo'ladi. Bunga misol marhamat. Masofa 100 metrgacha saqlaydi. Erta qishni kunida bemalol avtomashinangiz tashqariga turgan holatda ham mashinani uydan chiqmagan holatda qizdirsangiz bo'ladi. Va yana bir qulayligi shundaki, avtomashinamizda signalizatsiya tizimi ham mavjud. Ya'ni bu zavodskoy hisoblanadi. Va yana bir qo'shimcha qulayligi haqida ham ma'lumot berib o'tsam, misol uchun avtomashinangiz yozning kunida tashqarida oftob turibdi. Siz misol uchun avtomashinaga yaqinlashib, 4 to'la oynasini bir vaqtni o'zida ochib, sirkulyatsiya tizimini amalga oshirsangiz bo'ladi. Marhamat qiling. Aynan Southwest S19 modellarimizning barcha komplektatsiyasida zavodskoy signalizatsiyasi ham mavjud. S09 Premium Plus modelimizning sotuvdagi tan narxi belgilangan tartibda 429 million va siz xohlagan to'lov usuli asnosida xarid qilib olishingiz mumkin. Bunga misol naqd, avtokredit, перечисленный trading hamda foiz penalarsiz rassrochka imtiyozi orqali
1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatda atigi bitta pasport evaziga o'z nomingizga rasmiylashtirib olishingiz mumkin. Barcha ranglari nalichida mavjud, barcha komplektatsiyalari nalichida mavjud. Naqd xarid qilaman desangiz, tan narxidan 25-30 million chegirmasi ham mavjud. Umumiy hisobdagi tan narxi naqd xarid qilinganda 395 millionni tashkil etadi. Barchangizni Sultanov Motors Southwest qarshi rasmiy avtosalonda kutib qolamiz. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastdagi raqamlarga telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Tanlovda adashmang.